Guliston suv inshooti va Do'stlik kanali boshqarmasida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik masalalari yuzasidan ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Unda sohaga mas'ul mutaxassislar, jurnalistlar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Tadbirni Do'stlik kanali boshqarma boshlig'i Baxtiyor Qodirov kirish so'zi bilan ochib berib, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik, kanallarning texnik holati, tozalash va ta'mirlash ishlari, zaxira choralari to'g'risida qatnashchilarga ma'lumot berib o'tdi. Shuningdek, kanallar tizimini qish mavsumiga tayyorlash, suv resurslarini tejamkor boshqarish, nasos stansiyalarining uzluksiz ishlashini ta'minlash kabi dolzarb masalalar muhokama qilindi. Muloqot davomida Yangi Sirdaryo gazetasining Guliston suv inshooti va Do'stlik kanali boshqarmasi xodimlari orasida keng targ'ib qilish, mutolaa madaniyatini oshirish, axborot bilan ta'minlashdagi ahamiyati haqida ham so'z yuritildi. Hozirgi mana ochiq muloqot bo'ldi. Shu muloqotda mana Do'stlik kanalining tarixini aytib berdik. Shu tarixda mana hamma mana shu yerda yig'ilgan jamoamiz hammasi undan ham yaxshi o'rganib quloqqa quyildi. Suv zar, suvchi zargar bo'lib hammamiz mana shuni beramiz. Mana shu suvimiz ko'p bo'lsin, ishlarimiz mana shu hamma dehqonchiliklarga fayz barakalar kelsin, shuni tilaymiz.